Kitobi nima? Qur'on. Qur'on nima? Alaq so'zi. Qur'onning ismi nima? Qur'on. Umar. Qur'onning laqabi nima? Madid. Umar. Qur'onda nechta pora bor? 30 ta. Qur'onda nechta sura bor? 30 ta. Mashallah. Qur'on qaysi tilda yozilgan? Arab tilida. Qur'on qaysi oyda nozil qilingan? Ramazonda. Qur'on qaysi kechada nozil qilingan? Qadr kechasida. Qur'on nechinchi yil nozil qilingan? Otizonda. Qur'on necha yil davomida nozil qilingan? Maut. Umar, Qur'ondagi eng katta sura qaysi? Baqara. Qur'ondagi eng kichkina sura qaysi? Kavsar. Kavsar surasini aytib ber. Inna aydana ya kavsar. Fasalli ilayka warham. Inna saniyaka wal abdal. Mashallah. Thank you.